Sovyeti'nde katnaşalar. Ahmetov Marat Vakıf, Tatarstan Respublikası Devlet Sarayı'nda reisi olmasıdır. Babagina Alpiye Merkezi, Rusya Federasyası Devlet Varlık Komite Reisi Orunbasarı Cenur Irek Haydaroğlu, Rusya Federasyası Devlet Olması. Habibullah Albert Galimcanoğlu, Tatarstan Respublikası Komiteti Reisi. Oturuşta şulay Tatarstan Respublikası Prezident Aparatı'nın cevaplı hizmetkarları, rayon prokuroru, rayon sudu reisi, işma предприятие yetekçileri, mektep direktörleri, cemaat işmaları vakilleri katnaşa. Hürmetli deputatlar, oturuş berkitmesini alıp barı için bizge sekreteriyat saylap giderge gerek. Kimlerden indi takdimler olur? İndi takdimler var. Hacı Selvi'ye. Bugünkü Municipal Rayon Sovyeti oturuşu sekreteriyeti Urazay Alıcı'nın başlığı Şerif Fızinaz Rafael olan takdim eden. Rahmet. Var mı başka takdimler? Başka takdimler olmasa tavuşa koyan. Kim bugünkü oturuşunun sekreteriyeti Uraz Alıcı'nın başlığı Şerif Fızinaz Rafael olan sayılırız diye. Şol deputatlarını kokutarıp tavuş verilen sorayım. Şerif'iz, başkalar, bir taraflar yok. Bir tavuştan Rayon Sovyeti reglamentı negizinde sekretariyatta İsaplav Komisyası vazifaları da yüklene. Sekretariyat huzurundan alınan sorular. Hürmetli deputatlar, Aktanış Rayon Sovyeti'nin 45. oturuşun gün tertibi meselelerini formalaştırıp hem Rostova koşarız. Gün tertibine tüvendeki meselelerini kırtını takdim ederiz. Birinci, Aktanış Municipal Rayonunun 2019 yılda sosyal iktisadi ösüş neticeleri hem 20. yılda burçlar turunda. Gün tertibinin proyektine karata hem de indi fikirler takdimler olur. Var takdim negizde kabul ederge degen tavuşa koyan kim bugünkü oturuşunun gün tertibinin negizde rastlayırız diye şu deputatlarını kokutarıp tavuş verilen sorayım. Şerif'iz. Karşılar, bir taraflar yok, bir tavuştan. Kimden indi istemeler olur, gün tertibine karata? Yok mu? Tavuşa koyan, kim bugün oturuşunun gün tertibinin tulusunca rastlayız diye, şu deputatlarının bu kotarıp tavuş verilen sorayım. Şerif'iz, karşılar, bir taraflar yok, bir tavuştan. Şulay bizge bugün oturuşunun reglamentini belgilep bitirek gerek. Doklad yasavçılara 45 minutqa kadar, çıkış yasavçılara 5-7 minutqa kadar, takdim haber bölüşmeler için 2 minutqa kadar vakit verirge hem oturuş için teneffüssiz 2 saatte tügellerge degen takdim var. Kimde kim şu reglamentine rastlayız diye, şu deputatlarının kokutarıp tavuş verilen sırayım. Şerif'iz, karşılar, bir taraflar yok, bir tavuştan. Hürmetli deputatlar, gün tertiplerini kararga koşarız. Birinci, gün tertibi boyunca sözüne özüm alalım. Hürmetli deputatlar, çağırılan konaklar, hürmetli prezidium, 2019 yılda Aktanış Municipal Rayonu Halk Hocalığının barlık tarmaklarında da dinamikalı ösüş yılından varlığını temin edip, halkın yaşam derecesinin arttırıldığı inşa maksattan iş alıp vardı. Yıl isenimin hava katersizliği, Avuk Hocalığı rayonu olarak bizim yaşayış, Avuk Hocalığı prodüksiyası geçiştirme, hava şartlarının onay kiloguna beyli. Şu gözlükten karaganda, 2019 yıl bizim için naşar yıl bulmadı. Kırlardan %79 tonna ekmek, bir tıkka sokan kukuruzunda isep kalıp, her hektardan 48 şey alındı. Bu şiratında, tırlıkçılıkka mul azık azırlarga mümkünlük verdi. Avuk Hocalığı işmalarının finans halini yaşatığa zor tergiş yasadı. Uzgan 2019 yıl, köpkine siyasi, isterlikli tarihi vakıgalarda hem kurnetli datalarga bay buldu. Sentyabr ayında uzgan Tatarstan Respublikası Devlet Sovyeti deputatlarının sayıldığı rayonumuz sayılışçıları yukarı derecede işgallik gösterip Tatarstan Respublikası Devlet Sovyeti'nin formalaştırığa öz işlerini kırptılar. 2019 yılının fevral ayında rayon üzerinde birinci tapkır Sajalil isterliğine bağışlanan Respublika hem bütün Resey kıraş yarışları uzdu.
15 iyun günü Akbuyin'de ornaşkan Orenburg ülkesi, Başkırstan, Tataristan Respublikalarının 14 ayından vakiller kabul edip, Akbuyi Sabantoy'un mümkün kadar Müslüman fadatların kırtıp şan Tatar Sabantoy'u itip ötkerdik. Beyrende 10 bine yakın kişi katlaştı. Sentyabr ayında rayonumuzda Tataristan Respublikası'nın 8. Avun oyunları yarışları da zor işkanlık bilen yukarı derecede öttü. Bu yarışlarda 41 rayondan işçi, sportçı, mekanizator, sağımçılar katlaştı. Bunday zor maştaplı şaralanlıklarını bizim rayona aşanıp tapşırganlar için Respublika yeterçiliğine zor rahmetimizni yetkiremiz. Bu şaralanlıkları bizge elbette zor tecrübe tutlarına yardım etti. Alğa tabatta da zorluk şaralar ötkürü için barlık mümkünlüklerimiz barlığını gösterdi. Hürmetli deputatlar, elbette nendigine maksatlar koysak da, nendigine programmalarını tırmışka aşırıga alınsak da, en birinci şiratda kişi faktörüdür. Bizning barliq uy-xeyirlarimizning rayonda yaşayışı xalq turmuş aşıra, şuna göre de rayonimizden en zor baylығы bolup anın halkıdır. Demografiya. Kızganışga karşı demografik situasiya bizning rayonda respublikada gana tugul Rossiyada da keskin meselelerinin birisi bolup qala. Agımdagı yılning 15 yanvarında Rossiya Federatsiyasi Prezidenti Vladimir Vladimirovich Putin de o'zining yıllık yo'llanmasini demografik situatsiyaga analiz yasadan başlap, onu yaxshirtuv, oilalarga yordamni orttirish bo'yicha ishlikli taqdimlar bilan chiqdi. Statistik ma'lumotlar bo'yicha rayonda 29.836 kishi yashaydi. 2019 yılda rayonimizda 274 bola tug'an. Bo'zg'ani bilan chalishtirganda 4 bolaga kemroq. Tug'uvchilar soni 1000 kishiga hisoblaganda 9 bola. 2018 yilda 9,2 edi. Shunday hol ko'rshi rayonlarida kuzatilgan To'qayda 1000 kishiga jiddiygina bola tug'an Mizalar rayonida 7,7, Sarmanda 9,6, Muslimda 10,2. So'nggi 5 yil ichida fertil yoshida xotin-qizlar soni 476 ga kemagan. 2019 yılda rayon boyunca umumiy o'liklar soni 480 kishi. 2018 yılga qaraganda 69 kishiga ko'proq. Tabiiy o'sish ko'rsatkichlari qizg'anishga qarshi suyundirlik tugul. Rayon xalqining o'rtacha umr uzunligi 2019 yilda 74 da 2 yosh tashkil etdi. Er-otlar 69 da 2, xotin-qizlar 79 da 2 yosh. 2018 yilda umr uzunligi 73,8 yosh edi. So'nggi 5 yilda rayon xalqining umr uzunligi ortiq tendensiyasi var. Umumiy olganda o 3,6 yoshga ko'proq. Tatariston Respublikasining o'sish strategiyasining tub maqsadi 2030 yilda Tatariston Respublikasi xalqining o'rtacha umr uzunligini 80 yoshga yetkiruv. Demografik situatsiya davlatimizning tub siyosatini o'rlab boradi. Rossiya prezidenti yo'llanmasida taqdim etgan choralarda o'z shiratida bolalar tug'i o'nga yig'in siyosiy kushlanasi keladi. Rayonda naqli oila proyekti qissalarında ay sayın rayon başlığı, avcılıklar başlıkları, maktab direktorları, felçer, tabipler, polisiya xizmatkarları, rayonun sosyal ülkesinde hizmet koyuşlar qatnaşında 25. forma kengashmasi o'zi. Әлеге kengashmada rayondoshlarımızın yaşam şartları, yaşayışı oilalar, o'liklarning sebeplari analizlari, әлеге işlemler boyunca her bir avcılığına orunlar çıkarırlar. En yaxshi natijaga erishgan avul boshlig'ina simvolik Kuşmak park ulaşımlar verirler. Bu o'tkazilgan choraning da oldingi yillarda natijasini ko'rib biz deb ishonasimiz keladi. Xizmat haqi hamjon boshina kirin. 2019 yilda rayonning dinamikali o'sish ham xizmat haqi ko'tarish bo'yicha o'zgaruvchi choralar natijasida rayonda o'rtacha sanoqli xizmat haqi 7,15% ortdi ham 29 yilda 542 qism tashkil etdi. Barmoqlab qarasak, rayon byudjet uyushmalarida 26.872 qism, avul xo'jaligi uyushmalarida 24.512 qism, tuzilish uyushmalarida 16.321 qism, kishi ishmakorlikda 16.940 so'm tashkil etdi. Xizmat haqini to'lov bo'yicha rayonda burchli uyushmalar yo'q. O'rtacha pensiya ko'lami rayonda 13.694 so'm, o'zganiga qaraganda 15,7% ortgan. Xizmat haqining ham pensiya ko'lamining ortig'i jon boshina oqsha kirimlarining o'sishini 10% orttirdi ham 18.584 so'mga yetdi. Shuni rostlab, oila kirimlarini qarab belgilanib turgan sotsial yordam oluvchilarning kemini ko'ramiz. Yordam oluvchilar soni 2018 yilda 2950 kishi bo'lsa, 2019 yilda u 1986 kishi tashkil etdi. 2019 yilda rayonning xizmat bozorida tuturuqli hal saqlandi. Ishsizlik ko'lami 0,17% tashkil etdi. Әлеге ko'rsatkich respublika rayonlari orasida eng tuban ko'rsatkichlarning birisi bo'lib turadi.
İqtisat 2019 yılda şartlarına ciddi kıymetler buluğa paramasdan rayon aldığı yıllardağışa iliki ösüş yolundan çekilmedi. Bundan alganda sosyal iktisadi ko'rsatkichlarda o'zining o'ng'ay dinamikasini saqlab qoldi. Rayon bo'yicha to'laim territorial produkt ko'lami 15 milliard 300 million so'm tashkil etib, o'zgan yilga ko'rsatkichga qaraganda 6% o'sish berdi. To'laim territorial produktning strukturasini analiz qilganda tüp ulushun sanoat, shu hisobdan foydali qazilmalar chiqaruv ham ishkor san'ati 34%, avul xo'jaligi 33%, biri tüzülüş 11%, transport 7%, savdo ish ham boshqa ülkelerine alırga bular. Yerlikte rayonun to'laim produktının o'sishini zo'r yig'inti yasovchi ish nefit kompaniyasi, oilaviy javobgarligi cheklangan jamiyati, nefit ochiq aksionerlik jamiyatining Oznaqay neft filiali, Retek nefit kompaniyalari ishlaydi. 2019 yılda 251 skvanish joylarning barlig'i 480 ming tonna neft chiqarildi. Nefit kompaniyaları rayon byudjetiga soliq ishkirtilar. 2019 yılda onlardan 26 milyon so'm solim olingan. Bundan tashqari neft aşağılaşım ve spor sarayı remontlarga 20 milyon so'm, Marisov suvarma suv shiltarining yangilatuvga 10 milyon so'm, Shisatli qurilmalar proyektine 9 milyon so'm akşalata yardım etildi. Sosyal meselelerini hal etuvda rayonda o'tkazilgan choralarni o'zdiruvda ularning yordamini tuyamiz. Taklif uyushmasi yordami bilan Tatar so'qsi o'g'lini aylanib o'tib yo'l solindi. Uning uyushmasi 2-sonli bolalar bog'chasini remont o'tkazishga yordam etdi. 2019 yılda o'zimizda yetishtirilgan produksiya ko'lami 4 milliard 26 million so'm bo'ldi. Haligi son o'zgan yil bilan solishtirganda 31% ga ko'proq. Rayon uyushmalarining tüp kapitalini o'stirish maqsadi bilan shaxsiy ko'lamda investitsiyalar jalb etib, yetishtirishni orttirish ustida ishladilar. Byudjet sistemasidan tüp kapitalga investitsiyalar kirituv ko'lami 4 milliard 200 million so'm tashkil etdi. Rayonning repertoriyalar arasında o'zining sonli ko'rsatkichlari bilan tuvandagi uyushmalar ayrilib turadi. Aynan qishchilik fabrikasi 2019 yılda 26 ming tonna qish eti yetishtirib sotdi. O'zgan yil bilan solishtirganda 16% o'sishda. Birida 66 kishi xizmat qilib, o'rtacha xizmat haqi 38 ming so'm tashkil etdi. Aqtanish agregat zavodi Yava aksionerlik jamiyati o'zgan yilda 58 million so'm produksiya yetishtirdi. 2018 yilning ko'rsatkichlaridan 11% o'sishda. Zavodda 80 kishi xizmat qilib, o'rtacha xizmat haqi 25 ming so'm tashkil etdi. 2018 yil oxiridan Kamal aksionerlik jamiyati uchun biletlar detal yetishtirilgan bo'lsa, bugungi onun soni 20 turga yetdi. Agrasiya grup sostavına kirgan Aqtanish Hikmat Qavlati предприятиесinde 100 kishi xizmat qilib, o'zgan yilda 45 million so'm produksiya yetishtirildi. 2018 yilining ko'rsatkichidan 9% ga o'sishda, 2019 yilda eksportda 40 ming tonna ikmak sotuviga erishdi. 2019 yılda Aqtanish sut kombinatına 720 milyon so'm investitsiya kiritib, rekonstruksiya o'tkazildi, yangi liniyalar, jihozlar o'rnashtirildi. Bugungi kunda Oqmay, Irimshik sut produksiyalari chiqarila boshladi. Kelajakda assortimentni orttiruv ko'zda tutiladi. 2019 yilda 45 million so'mlik produksiya yetishtirdi. 18 yil ko'rsatkichlaridan 24% ga o'sish berdi. 84 ish o'rni bildirildi. Ikkinchi etapda investitsiya ko'lami 830 million so'mga yetishadi. Kelajakda kunga 200 tonna sut qabul etish maqsad etib qo'yiladi. Finans byudjet sistemasi yerli byudjetning to'liqligi rayon uyushma предприятияларning natijali ishlanishine bog'liq. 2019 yilda barliq tür solimlar ham jiyimlarni hisobga olib, kirimlar 938 million so'm bo'ldi. Shu hisobdan federal ham respublika byudjetlarına 533 million, ham yerli byudjetga 405 million so'm ko'lamida finans sredstvalari to'plandi. So'nggi 5 yilni olganda o'ng'ay dinamika kuzatiladi. 2019 yil natijalarına kelganda umumiy byudjet milliardda 46 million so'mga yetdi. Yil oxirina barlig'i 65 million so'mlik ustama kirim barliqqa keldi. Shu hisobdan avul yerliklari byudjetini 15 million so'm, o'zaro salom aqshalarida kiritib, rayon byudjetini 50 million so'm aqsha kirdi. Yerli byudjetning tüp ustama kirim chiqarig'i bo'lgan fizik zotlarning kirimlarini salom hisob yo'lida 292 million so'm to'planib, rayon byudjeti kirimlarining 72% tashkil etdi. Salom strukturasına kelganda, rayonning tüp tarmog'i xo'jaliklar hisob yilida barlig'i 72 million so'm salom to'lab, 2018 yil bilan solishtirganda 115% o'sishni taxmin etdilar. Bu shiratında yerli byudjetning 23% tashkil etdi. So'nggi yillarda yurtdoshimiz
Ruşat Kandosulu Mustafa Citetler'in Resource Holding Kampaniyası cemiyetleri salonların daim itilip Aktanış Municipal Rayonu kaznasına zor ilişkiler kırttılar. Onlarga şiksiz rahmetimizni bildiremiz, kileşek işenliklerinde de zor olmuşlar dileybiz. Şulay yok, rayon yerlerinde hizmet koyuşa fizik hem yuridik zatlardan Transnefret Prikamiya, Sitivaya Kampanya, Gazprom Transgaz, Emenkıt ve Aktanış Tutma Kavrıkı Предприятиелері bütçet tutarışına zor terbiş yasıylar. Yerli bütçet kırımlarının 13% avul jellikleri kırımlarına Türkiye'de. Kırım toplanışı avul halkının jirken mülkiyet salımın, üzara salım akşaların vaktinde türevden tırar. 2019 yılda bu tür kırtımlar yerliklerinin öz kırımlarının 21%'ını teşkil etti. Barlığı 10,5 milyon sım üzara salım akşaları toplanıp Respublika bütçetinden üsteme 42 milyon sımdan artık subsidiya bulunup verildi hem maksatçan özleştirildi. Hesap yılında avul yerleri yetakçılarının bu yönelişte neticeli iş uyuşturuların bilgilep öterge gerek. Hürmetli deputatlar, çakırılan konaklar, avul hocalığı tarmağı, rayon iktisadının nakla negizini teşkil etüşü tarmak olup durar. Anın işi doğrudan doğru halkının turmuş sifatına tesir eder. Hem şunusu mühim, bugün Aktanış'tan agrar sektörü ışanışlı rövüşte o'sishda yıldan yıl anın neticeliliği hem kırdaşlıkka, selatligi arta barar. Hatta bugungi o'sish templari bizni endi qanoatlanib bitirmasa-da. Rayon bo'yicha avul xo'jaligi produksiyasi to'liq yetishtiruvi 8 milliard 8 million so'm tashkil etdi. Şunun içinden 3 milyar 986 milyon so'mlik produksiyani avul xo'jaligi предприятиелері hem zor fermer xo'jaliklari yetishtirdi. 2019 yıldagi to'liq yetishtirishni bo'lishini ko'z solsak, eng zo'r ulush ekinchilik produksiyasina to'g'ri keladi. 46%, 38% sütçülük, mügüzlü üretirlik 14%, paşketi 2% teşkil eden. Bundan tugul bulup uzman avul xo'jaligi Ministerliği kollegiyasında 3 türlü ko'rsatkichlar bo'yicha bu ko'rsatkichlarni siz ekranlarda ko'rasiz. Avul rayonlarining reytingisi bildirildi. O reyting bo'yicha Aktanış rayoni bizning 3-chi pozitsiyada, o'tgan yilda 4-chi edik. Bu yil endi bir pozitsiyaga biz kattaroq ko'tarildi. Shulayok komplekslarni hisobga olib, kriteriyalar bo'yicha qo'yilgan Şaralarda da Aktanış rayonu 3-chi o'rinda, o'tgan yilda 7-chi o'rinda, 4 pozitsiyaga ko'tarildi. Busi bo'yicha ikkinchilik Zernayirinitsa Olay Jima bo'yicha biz 3-chi pozitsiyada bo'ldik. 1 gektardan olinib turgan o'mush bo'yicha Zernayirinitsalarda biz 4-chi pozitsiyada bo'ldik. Ham endi tirikchilik bo'yicha biz 6-cı pozitsiyada saqlanib qoldik. O'tgan yilda biz 6-cı pozitsiyada, yilda biz 6-cı pozitsiyada bo'ldik respublika rayonlari arasında. Mana bu slaydda bizning tip ko'rsatkichlar 2019 yilda avul xo'jaligida tip ko'rsatkichlar bizning berilgan. O'tgan yilda biz 2 milliard 9 million so'm aqsha kirimi bilan tugalladik. O'tgan yilga qaraganda 9% o'sishda biz aniq tugalladik. Shu vaqtda yilliklar avul xo'jaligi yerlarini 594 setnet süt yetishtirdik. Ozmisin bu ko'pmisin bu deganda aytnada u 1 yarim bo'lganda Maltash bilan Ko'kmara 1000ga yaqinlashib keladi. Savada bu где-то 800, buna biz где-то buna Savadan sınırlıklarız, где-то 600. Birisinden de o rayonlar bilan çalıştırganda bugün bizden огромный резерv birisini aytıraq kerak. Ular başladı bizga süt yetiştirib bo'yicha ishlarga o'zgan yil biz 63 tonna süt yetishtirdik. O'zgan yilga qaraganda 10% o'sish bilan tugalladik. Lekin ko'rib turasiz, dunyo rayonlarining ne darajada bu süt yetishtirda o'sish dinamikasi. İlk yetiştirib keldi bizni 296 o'zgartmaytiramiz. 296 bu bizning aynan qishloq fabrikasi bizga kelib kirgandan so'ng faktiski biz bu 4-chi ko'rsatkich To'qay, Zeynados, Bitarash rayonlaridan so'ng Aktanış rayoni hozir uni eng ko'p it yetishtirish rayonlarining birisi. 32 ming tonna it yetishtirdik, 26 ming tonna sutini qo'shibdi, 5700 tonna sutini sıyır itine, tırlak kreis itine to'g'ri keladi. Ham biz o'zgani 5% o'sish bilan
tükenledik. İkincilik boyunca siz görəsiz baş sanarı boyunca biz тоже üsüşler tükenledik. Bir siyara 6200 kilogram süt soğuduk. Hem türlüklerden uzanın 7600 gram tövlüklik üsüş aldık. Bunun için de 8 birlikte buzağı olmalar eriştik. Allah'ta elbette bizde zor investorlar yok. Bizim hocalıklar işirişli, bizim işenlik avul hocalığında şuna para. Ben bunda verdim 10 yıl içinde Sapastalyon sınıf, Yonas'a şirketleri kadar iyi derecede bizim prodüksiyon yetiştiriyor, indi dinamik verenliken. Ayrıca tanış faktiz ki bizim 4,5 mertebe arttıran, ayrıca 4 mertebe arttırgan, Nigiz hocalığını görürsünüz. Çişme ol, ikisi birge yıl çağında тоже 2 mertebeden artık, Srednyi Rayoni'den artık. Tank hocalığının üsüş tiplerini görürsünüz. Lakin bizim Srednyi Rayoni'den tümen hocalıklar Kızıl zonada olmaşkan siz alanı layık görürsünüz. Hemen 5 yıllıkta ol bir gerek taşıp görüne aldı aslayt. Ne görürsünüz? Sonra bağananı parasalar, faktiş kimine hocalıklar şu derecede 90'da disekte dürüst katörü kilatırgandır. Şu hocalıklar arasında Tamir köp, Nurbayan köp hocalıklarının bolu bir de bizni seyirdirmeyi bu mümkünler. Biz alardan barı kıvrak avul hocalığı prodüksiyacı yetiştiride dinamika köteriz. İlginçlik, bu bizden tarmak olup duran Nişik güne etsekte Aktanış İlginçli degen isim var. Uzan yılda da bizani büyük motoride başkarıp çaktık. Gerekte enek agra firması, o üzerinin yukarı kulturasını körsetdi İlginçlik ülkesinde. Şuna karamasdan anda da bizden rezervlar yeterli. Uzan yıl kırptık biz 60 kilogram 500 hektar yer sürüp gelgen, enekte o 100'den artık. Ondan tugan hocalıklar var. Şuna göre bizden maksat bel var 75 kilogram tesiri tüküşünde mürgitlerine mineral aşlamalar kırptı. Elbette ırmaklar bilenler bizge işlere gerek Allah'ta işe güne olsa da yukarı reprodüksiyel ırmaklar bilen şunlar marat kaçıyor. Çin'e kırıp gitsen Respublika boyunca da o problemi var bizden yukarı reprodüksiyel ırmaklar alamayışa. Bunun boyunca o hocalığı ministerler bilen işteyiz biz. Ama rayında bizden bunun boyunca egzersiz baş sonların 2019 yılda biz koyulgan maksatqa çığa almadık. Buruş koyulgan emin 300'ge bizge plus berge degen bu bütün hocalıklar bu kilişini bitirelmedi. Başak hocalığı, enek hocalığı bilen patva etti. Spaceka abedi hocalığı 200'e yakın baştan arttıra sonunda kıymetli. Süt yetiştirici boyunca ben aytıp gittim. O zaman yalnız alsak 265 günge bulsak yetiştirgen sütünü 213 tonlu bir süt yetiştirdik. Avrupa hocalığı faktoriyatlarında uzman yıl ortaşa %78 tonla doğru keldi. Bizden buruş ortaşa hocalıklardan 200 tonla sütke çıkardı. Red hocalıklarda bir zoruna ösüş oldu. Red hocalıklar şuraya bizden ana kıymeti üstünde işlediler. Zor sonda buzağı alındı. 13.732 baş buzağı oldu. Kişkine santuğun, şuna kanamastan, başkınlıktan enek ara firmaları buzağı alıp içede uzgan 2019 yılda değişimci işlerler üretik olmayı. Biz Respublika'da en çok tırlık ötürüşü rayonlarının birisi. Direkt devlet slujba kaminin pretenziyanı zor. 900'e yakın biz tırlık, 946 baş tırlık ötürdük. Da bizde tırlık tıkıp kupmaralar bilen çalıştırganda da şu baltaş bilen biz bir şan vardır. Baltaşla bir namına kimirek tırlık ötürdü. Red hocalıklarına kurup durasız üzgünün sıfırlardan bu değişince 2019 yılda bizden işlemegenini gösterdi. Hamsında avul hocalığı boyunca hizmet hakkı, ortaşa hizmet hakkı. 24.512 bizden hizmet ortaşa hizmet hakkı Srednyi Respublikanski'den kim buldu 2019 yılda. Biz katya ve Srednyi Respublikanski dağında bizden korkma investorlu kompleks sarayınlar var, alada hizmet hakkı zorlar. No, bizden ortaşa Respublika hizmet hakkından tuvan düşken bulmalı. Respublikanın hizmet hakkı 25.100, bizdeki 24.512. Red hocalıklar kurası özel insanları en kurban elbette enek agra firmasında Narak'ta şişme hocalıklarında Nuşul akıtta 13.000, 15.000, 17.000 bilatırgan hocalıklar da 2019 yılda oldu. Elbette biz sınırından kilişip düzülüp 2019 yılda çok kilişini bizden bir hocalık öter çıktı. Onlar bizden en zor merafiyetilerinin olması aldırmalar siyatında 5 milyonluk sertifikat bilen biletlendiler. Hürmetli deputatlar, biz Hristiyan Hürmet hocalıklarında Allah'ta
her vakit daim yardım etiştirişapmız. Alanın yetiştirgen produksiyası artkandan aşağılara. 50 Hristiyan firma hocalığı işlep ki 20 süt ülkesinde bu ülkede alanın yetiştirgen produksiyası sütçülük ülkesinde %25% ösüş verildi. Gününde açık yılışlarında her bir cilikte bulup çağrı atırıştık. Her bir cilikte biz Hristiyan firma hocalıklarının köp türlük aşırışlarla işalaşıp çıktık. Alanın halverlerini sıraştık. İndi problemalar indi yerden iken biliştik. Şuna göre o şahsi sektör bizim tüp ösüş rezervi bulup tura bu ülkede. 9700 yılda şahsi hocalıktan zırtımız 980'inde türlük asıralar. Onlarda varlığı 11.530 mügezire üretirlik hesaplarına. Uzgan evvelen çalıştıranda mügezire üretirlik sanı 262, sonrasıyla 25 başka arttı. Avandağı yılda mal başın input arttırışı cillikler olup sefer, keski, taptalaşıp, ayış, cillikleri tıra. Av hocalığı produksiyasını yetiştirirde şahsi hocalıklarının ilişi dik zor. Yıl boyunca şahsi hocalıklarda satılan 11.932 tonna teşkil etti. %5% ösüşte. İnkupsuz satışı şahsi hocalıklar Rukmanov, Niyaz Şanlanarat, Şeymov, İlyas Taptalaşık, Nabi Vermiş, Leyski Vaysar, Gareviz, İnternetes, başkalar. Şahsi hocalıklarda tırlık başlarının arttırı oynalışında Rayan Beçetinden 87 tane alığa milyon kişilde işimi yardım etildi. Respublika Beçetinden 66 tane alığa milyon 980 bin sım. Şulay her seyir gece için 16 milyon 695 bin sımlık subsidiya kaytarıldı. Respublikada işlep gelişi mini firma programısının al yerinde yaşayan rayondaşlarımız ayrışa özetti. 39 mini firma için 9 milyon 800 bin sımlık yardım alındı. Respublikada inkubul yılgısı dayında 86 zayıfı var. İş hem andan kubra seyir asırlaşıra ihtiyacı bulan 25 ayda garının geçtiğinden savunma aparatları olurdu. Yardım gösterdi. Vayla firması düzüm programısında katlaşıp yukarı yaşayan bir şahsi hocalık Agrastab programısında katlaşıp Urazay'dan tam bir hocalık 2 milyon sım yardım aldılar. Dolayım alganda şahsi hocalıklara göstertilen yardım 36 milyon 125 bin sım teşkil etti 2019 yılda. Şümekerlik, rayon iktisadi ösüşüne kişi hem orta biznes zor yığıntıyası. 2019 yıl başında rayon sovet oturuşunda Aktanış rayonunda 19-20 yıllarda şümekerlikle yardım etip anı üstürü municipal programı kabul edilip onu tırmış başvuru boyunca bütün iş rayon başlığı başındaki şümekerler soveti bilen birlikte alıp varırlar. Sistemalı rəvişdə ay sayın şümekerler soveti oturuşları ötkələr. Onda türlü ministerlik hərbidən sıfalardan bilgiçlər çağırıb, zakonlarda özgərişlər, günüzlər bir çıxan məsələlər tekşirirlər. 2019 yılda varlığı şunday 12 ortak şara ötkərildi. Rayonda 668 hocalık ilk subyekat öz işçilerini alıp bara, iktisadi yaptan aktif kişi hem orta предприятиелер %78 bilendir. Onlarda 2881 hizmetkar işleyip, rayonda şulay 490 individual işmetkar hem 530 var öz meşgullar tırkalgan. Öz meşgulluk boyunca plan ko'rsatkichlarning o'talishi %34% teşkil etti. İşe hem orta предприятиелерning akşa aylanishi 2019 yılda 6 milyar 727 milyon sım teşkil etti. Bu uzgan yılın ko'rsatkishidan %6% o'sishdi. Yıl eylenesinde özlerinin işlerini başlayıp civarı yakıp kengaytı maksatından 19 işmekerge yer işaretleri verildi. Şunun 15'i düzülüş için. Yıl devamında rayon işmekerlere şartlarına yana yetiştirici sıkları bildirdi. Elektrik fasilite basında metaldan konstruksiyalar yasal sıkı işliği başladı. Aygıl hem koyaz gizlatlı bilinler konditör sıkın faydalanmaya tavşırıp bu ülkede 80 türlü konditör hem 20 türlü ekmek produksiyası yetiştirirler. Rayonda paynar ekmek kibitleri şirketleri bildirdiler. LKG limonat sexında Zaki Canımlar yana türlü ilk balı fabrikatları hem konditör produksiyası yetiştirme cayga saldılar. Usalında Kaşaf Devlet Municipal binanı satıp alıp halali balı fabrikatları yetiştirer. Doktalaşık İski Vaysarcılıklarında kapılar açıldı. Bunlar orada pikarın işi başladı, yana söyle ocakları satma bastı. Rayonda 2 seneden meydançı var. Şunun 2017 yılının dekabr azalığında düzülüp faydalanmaya tavşırılan Servet Parkı'nda bu ülkede bir güne rezident özü işin alıp para. Bu Kasimovski süt zavodu. Bu bizni birde bizemeyin. Bunda bu ülkede kimde 3-4 rezident işlerge deyir. Bu ülkede özünün işlerini bir tüven deyeli biz. Sanat Parkı'nı kullandırıp bulup kişinin işlerini tatmin ettiği için yana rezidentler tavuk, onların öz işlerin başlayıp civarıların tatmin ettiği buluşu tura. Elbette bu günde bizim işlerini alıp barla bu yönelişte, uzanatlarımızın analitikans şehirler olup baytık, 140 kişi yaşayan, onlar bilen bu yönelişte biz hareketimizden alıp barışacağız, özümüzden iki işmeker,
Kelajakda bizlarning производствосын şuşa parka qo'yini planlashtiradi. Shmakarlarning manfaatlari uzoqni xarita maqsadini 2019 yil davomida mumkinlikdan chiqib har turli programmalar qissalarida rayon byudjetidan oqshalata yordam etdi. Avamdagi yilda rayon shmakarlarni yordam etdi fondi bildirib, ishonchliklarin dağda kengaytirish maqsadidan yordam choralari bildirishni maqsad etib qo'yamiz. Tuzilish Açıkçarında tuzilish bo'yicha kvadrat uyushmalar milliard 98 million so'mlik kapital zalıını uzlaştırdı. Şunun içinden yollar tuzilishine 570 milyon so'm, kapital tuzilish ta'minot ishlariga gitso orqali 204 milyon so'm, taraf tuzilishine 90 milyon so'mlik akça tutildi. 19 yılda rayon Taraf Respublika programmasının 28'inde qatnaştı hem alanın turmuş aşırıga 140 milyon so'm akça qaytardi. Bugungi kunda kishilarning turaq bilan ta'min etib problemasini hal etish bo'yicha rayonda doim ish olib baralar 2019 yılda rayon bo'yicha barlar g'amli maydoni 14 ming kvadrat metr tashkil etgan 131 shaxsiy yurt foydalanishga topshirildi. Bugungi kunda rayonda turaq bilan g'amli ta'min etilish bir kishiga 27 kvadrat metr. İng turaq maydoni topshirilishi avul yerliklari Oqtanish, Oqtanishbosh, Qo'shi, Yangalim, Urazay yerliklari bo'lib turadi. APK avulda yashovchi grajdanlar programmasi bo'yicha 50 oilaga 50 million so'm akça qaytarildi. APK programmasi bo'yicha turaq tuzilishini rayonda 2006-2019 yillarda 602 oilaga 512 million so'm akça berildi. Avul xalqına bunday mumkinliklar bildirgan uchun sizga minnatdor, ayrisha rahmatlarimizni yetkazamiz. Yollar tuzilishi rayonda barligi 1021 kilometr uzunlikda avtomobil yo'llari bor. Slayddan ko'rasiz. Endi yo'llar endi darajada bo'lgan qattiqotlar bilan ushalganlar. Oqtanish rayon o'zagida barligi 85 kilometr uzunlikda o'ram yo'llari bo'lib, shuning 56 kilometr uzunlikdagi asfalt bilan ushalgan. Bu bari 65% tashkil etadi. Bugun bizning rayonda 87 avul var, şuna 73 asfalt bilan tutashgan, 14 avul qolganimizning asfalt bilan tutashgan. Ulardan 50-60 kishi yashagan avullar tip problema bugun kunda Oqtanishning o'ramlarida bizning bugun yoz, kuz itik kiyib jirga to'g'ri keladi. Albatta, bu masalani men shulay ko'tarasim keladi. Munosabatlarish shahar tibindagi bo'lgan rayon o'zaklarini ustidan akçalar beriladi. Rayon o'zagi o'ramlarini asfaltlash uchun avul rayonlarına bizden 25 milyon beriladi. 23 milyonga biz bu ishlarimizni boshqaramiz. Albatta bu yetarli darajada to'g'ri. Eski vaqtda Yakko'z Yangalim avullar o'ramlarına 20 milyon so'mlik shibalkalar yo'l salindi. Yollaştırma fondi tarafından rayon o'zagida 8 ko'pfatirli 2 kontrolli gaz katillari bilan жылыту sistemasına ko'chirildi. 90 shaxsiy yurtga 15 sotsial obyektga gaz kiritildi, 3 kilometr gazoprovod salindi. İlerici Vistada 7 kilometr Yangalim uramında 1 kilometr uzunlukta gaz trassaları suzuldu. Eski Sefer Qo'shi Oqtanish avullarında 9 milyon so'mlik suv o'tkazgichlar alıştırıldı, ili yanıltıldı. Ejekul avuluna yerli byudjetdan 26 milyon so'mga yana suv sistemasi ishlendi. Albatta 2020 yilda bizning Ray Centerning to'liqsincha 2 kontrolli жылыту sistemasini ko'chirib o'tira 1300 kvartiraga жылыту kiritasi 11 ta'lim ustama katil Uyası var bizning. Mağarib rayonimizda yosh qonga sifatli bilim tarbiya beruvchi uchun tegishli shartlar bildirib, oldingi pedagogik texnologiyalar qo'llanib, fanniy tajriba istama bilim beruvni uyushtirib, har vaqt e'tibor o'zagida bo'ldi. 2019 yil natijalari bo'yicha maktablarning reytingi bo'ldi. Yuqori natijalarga erishgan maktablar oldingilar sifatida bulatlandilar. Rayonda barliq 88 bilim beruv uyushmalari ishlab keladi. O'zg'arib yilida maktablarda 3386 o'quvchi, maktabgacha bilim beruvchi liniyalarida 1489 bola tarbiyalandi. Bilim sifatini idora etishning effektlarini ko'tarib, tub boylab, uning yuqori kvalifikatsiyali pedagog o'qituvchilari ham tarbiyachilari. Bugungi kunda rayonda 796 pedagog xizmatkor ishlaydi. Kadrlar sostavini siz slaydda ko'rasiz. Bolalar bog'chalarida yil davomida olib borilgan ishli maqlab yuqori guruh bolalarning boshlang'ich maktabga hozirligi tekshiriladi. Davlat maqlov attestatsiyasini hozirlash maqsadida bilim beruv minimum texnologiyasi kiritildi. Ham jamoatchilik tarafidan o'ng'ay fikr topdi. O'zgan yo'l 9-sinfni 74 o'quvchi tamomladi. Barliq 9-sinf o'quvchilarida angamani o'shirib, tub davlat imtihonlarini kiritildilar, ham o'shli imtihonlarni berib, qo'llarına attestat oldilar. 19 yılda rayonda birden davlat imtihanın %20'ga o'quvchi topshirdi. Barliq o'quvchilarda qo'llarına ilgirganlik attestatı aldılar.
Rus tili ham adabiyoti bo'yicha natijalarimiz respublikamizdan tugan bo'lib, albatta bizni borshay. Chista tatar tilini bilan biratdan biz rus tilidan da aybat o'zimizning grammatik ekanimizni ko'rsatirga tegishli. Shulay informatika fani tugan darajada beriladi deb aytira kerak. Onun bo'yicha rayonda shulay problemalar bor. Abid misollar bor bizda shulay gimnaziya rus tilini 85 balla berdi o'rtacha balalar. Yuqori balli o'quvchilar soni 7%ga o'sdi ham bu 19% ni tashkil etdi. Monumental gimnaziya internat o'quvchisi Nurul Niyat ish birlik bo'yicha 289 ball jiydi. 300 mumkinlikda. Qo'dağı o'quvchilar uchun Rossiya Federatsiyasi oltin medalni 20 chiroq o'quvchisi oldi. Bu 19% ni tashkil etdi. Bizning rayon uchun aybat ko'rsatkichi ekan asosliqlar o'tam. O'zg'ani bilan solishtirganda bu sonlar o'sishda. Shuncha suyunishli medalga da'vo bildirishi barliq o'quvchilarda o'z natijalarini oqladilar, chunki ular 70 balldan kim birga tegishli bo'lgan ballarini. Rayonda san'atli bolalar bilan ish programmasi amalga oshirildi, ham natijalari yildan-yil o'sishda. Eng ko'p prizli o'rinni san'atli bolalar uchun Monumental gimnaziya internat o'quvchilari oladi. Barlig'i 52 prizli o'rin. Bu barliq prizli o'rinlarning 63% tashkil etadi. Yılgası o'quv yili olimpiada natijalarida quvonishdi. Shulay qo'shni rayonlarning da natijalarini solishtirib slaydda ko'rasiz. Biz bu yil 100 dan ortiq bizning prizlar o'rinlar, ya'ni shahar rayonlarida bu qadar prizlar o'rinlar jiymishilar yo'q deb aytiladi. Albatta bu yilda Qo'shin gimnaziyada o'qitishda bu yil 60 ga yaqin prizlar o'rinlar beradi. İlham çalışmalar belgesinin Grand Prix yası san'atli bolalar gimnaziya internat o'quvchisi Alina Habibullina zo'r bolalar bo'lib turadi. Ana shunday darajali belgida Jing'or rayonimizda ijod chishmasini soyibmov tatar millati adabiyot san'at dunyosini o'rinli shaxslar biri oluvuz o'rinda siylaydi. Zaman talebi, bolalarni texnik ijodga tortuv. Bizda texnik ijod bilan qiziquvchi bolalar ko'p. Moskvada butun Rossiya boshlang'ich texnik modellashtirish konkursida bolalar ijod uzari pedagog Dilshod Muhammadiyev o'quvchisi Ilsiyor Akberov bilan yig'in oldilar. Tug'an yog'imizda o'sgan yoshlarning rayonda ishmakarlikka kirim olov yo'llarini yaratib, maqsadidan chiqib uyushtirilgan ishmakarlik fabrikasi proyektida rayon o'quvchilarida qo'shildi. Aqtanishning 1-maktabining 11-sinf o'quvchisi Inas Istanquzin o'z mashg'ulot programmasida eng yosh hunarmandlarimizning birisi bo'lib tanildi. Siz alamning o'zi bilan da tanishasiz. Aqtanish texnologiya texnikum bugungi kunda zo'r o'zgarishlar kechiradi. Texnikumda imtihonlarni WOL skills, ya'ni butun dunyo standartlari negizida topshiradilar. Ish kompetensiya, kishi Avul xo'jalik mashinalari maqsad bu xalqi hisob bo'yicha imtihonlar topshiriladi. Resurs uzak olarak texnikum bazasında Respublikanın başka o'quv yurtlaridan demonstratsion imtihonlar aşağı sinov o'tadi. Albatta bek zo'r rahmat aka sizga, Sergey Anatolievga. Material texnik baza shu qadar o'zgardi. Kamazlar, agregat, dozlar bu texnikumda qaytarilishini yordamdan. Bek zo'r rahmat ham bizning rahmatlarimizni Sergey Anatolievga yetkazsangiz edi. Umumiy olganda, avul bolalar uchun Aqtanish texnikumi birdan davlat imtihonlarsiz yuqori o'quv yurtiga kirish mumkinligi beradi. 19-yilda Qozon davlat agrar universiteti ham veterinar meditsina akademiyasi bilan o'tali programmalar negizlanib kelishi tuzildi. Bu kelishim negizida o'zg'anim texnikumning 8 studenti o'zlarining bilimlarini Qozon davlat agrar universitetining 3-kursida davom etdilar. Texnikumda o'qitish ishlarining boyitiga zo'r e'tibor berildi. Idora kollektivining sifat sostavida o'sishda Volskiz hunarlar chempionati qissalarida bizning studentlarimiz prizli o'rinlar yo'lladilar. Rayon bolalari shuningdek 3-yillardan hunariy ustalik konkursi uyushtirib keladi. Yildan-yil bu konkursda qatnashuvchilar soni ortadi. Oldagi o'quv yilida yangi bilishlar oshiga hozirlik olib boriladi. Albatta veterinariya, IT yo'nalish, tuzuvchi bilishliklari bo'yicha bugun endi bizning real hozirlik bor deb aytira kerak. 30-noyabr kuni Qozon Federal universiteti rektori Yoshad Rahmatullo G'ofurov yetakchiligida rayonda fanniy desant bo'lib o'tdi. KFU ham Aqtanish munisipal rayoni orasida xizmatdoshlik turida kelishuv imzolandi. San'atli bolalar uchun Monumental gimnaziya internatida Alfiya avzalariga bag'ishlangan birinchi respublikada muzey ochildi. Shulay Dilshod Rahmatullo Aqtanish texnologiya texnikumida KFUning fanniy texnik bilgishlari bilan texnikumning material texnik bazasini yaratib, o'quv prosesini fanniy metodik yordam ko'rsatuv haqida ishni siylashuv olib bordi. Shu kunda bilim beruvchi ishxonalari yetakchilari uchun maxsus kursga start berildi. San'atli bolalar Monumental gimnaziya internat ishlanma turida direktor o'zi chiqish yasaydi. Salomatlik saqlov,
Aktanış rayonunda meditsina yardımı ko'rsatuv Uzak rayon hastaxonasi tarafından amalga oshiriladi. Unda tavlik bir ishlaydi turan bir koyka ham 36 kunduzga bo'lib ishlaydi. Ambulator yordam poliklinika osha boshqariladi. Aktanış rayon Uzak hastaxonasi salomatlik saqlash ishmalarining umumiy reytingida 45 munisipal ishma arasında 13-chi o'rinni olib turadi. 18-yilda 15-i, 2017-da 25-yilda 19-yilda Aktanış rayon Uzak hastaxonasida barlig'i 795 operatsiya o'tkazilgan. Shuning ichidan 249 operatsiya ko'zga yasaldi. Bu albatta bizning uchun zo'r suyunish. Ko'p pensioner bizning qozonlashollig'i yetmay ko'zga operatsiyani berdi. Yasatda ham qo'shni rayonlarda bizga bugungi kunda operatsiya yasatirga keluvchi kishilar o'zbek ko'p. 2019-yilda dispanlashtiruv programmasi o'ngishli o'tilgan. %7% tashkil etdi. %9 onkologiya og'riq oshqozongan. Shularning 28i 4-stadiyadagi ishtirok. Dispansizatsiya o'tganlar o'tib boshqarilgan. Bundan natijalarga turunda tiyishincha analizatsiyalar kerakdir. 4-stadiyaga bizning bu borib yetarga tiyish bo'lmagandir. Agar dispansizatsiya tiyishli darajada o'tkazilgan bo'lsa, rayon Uzak hastaxonasi shartlarida 2018-yilda birinchi taqdir organlar ham to'qimalarning histologik tekshiruvlarini o'tkazish uyushtirildi. 1972 tekshiruvlar olgan, shularning 64 uchrag'ida yong'onishish diagnozi qo'yilgan. 19-yilning 1-yilida Aktanış rayon Uzak hastaxonasida demografiya milliy proyekti qissalarida geriatrik kabinet ochildi. Salomatlik saqlash federal proyekti qissalarida qo'shma Aktanış avullarida qo'shma poliklinika xizmati ko'rsatildi. 19-yilning 2-sentyabridan grafik negizida 63 yoshdan ulkanroq zotlarni maxsus texnika bilan meditsina dispanser kuzatuvi ham onkologik og'riqlarni oshqo'llash uchun kitiruv uyushtirildi. 696 kishiga ilg'or xizmat ko'rsatildi. Uzak hastaxonada tabiblar bilan ta'min etilish 83% ishlasi bor. Zemskiy doktor programmasi bo'yicha rayonga 36 birgish qaytdi. Shuning 17si bugungi kunda ketdi, 15i bugungi kunda ishlaydi. 19-yilda kommunikatsiya meditsina yordami ko'rsatuvini yaxshilatish maqsadidan Uzak hastaxonaga ish tabib qabul etildi. Bugungi kunda bolnitsada nevrolog, urolog, otolaringolog bilgishlari vakansiya bo'lib turadi. Yıl sayin Tatariston Respublikasi Salomatlik saqlash ministrligi tomonidan yil tabibi o'xshashaklar konkursi o'tkaziladi. Birinchi dunyoning eng yaxshi tabibi nominatsiyasida rayon tarixida birinchi taqdir umum praktika tabibi Ibragimova Rifasanyan qizi yenguvchi bo'ldi. Aktanış munisipal rayon xalqina diagnostik yordam etib ko'rsatuv sifatidan o'ziga barati qaytarildi. O'zg'an uchrashuvlarda xalq tomonidan da ko'tarilgan bu masala Shirat o'ziga deb bel bu masala hal etildi. O'rinlardagi yig'ilishlarda birgina yerliklarda bu masala ko'tarilmadi. Ikkinchi yoqdan Noyda Rafach biz deyishincha analizlarni ishlab o'tiramiz degan so'z bo'ldi. Shaxsiy poliklinika Shayxaraziyev qavara ko'pchilik kishi deyishim biz o'zimizdan laboratoriyamizda u analizlarni ishlab o'tirmani qisqartirish va ular ishlasin, analiz o'zining nishasini topgan, shu vaqtda zaroy konkurensiya bo'ladish ham bolnitsa u ana biz bugun tekshirib laboratoriyasini qaradik. Aniya biz kishi bolnitsasida anan kishilar ketib laboratoriyani bo'ldirmasqa deyish. Kelajakda biz anan kishilarga deyish ham priyomniy pakayni biz kelajakda ishlov maqsad etib qo'yamiz. Yoshlar ishlari sport, rayon o'zagida sport ham kultura o'lkasida texnik baza bildirilgan. Rayonda sport o'lkasida barlig'i 2 shirjiniy xalqqa xizmat ko'rsatadi. 19-yilda Loshin sport saroyi, stadion, Botir sport saroyi, sport obyektlarining butun Rossiya reyestrına kiritildi. Bu bizning uchun Respublika Rossiya yarışlarını o'zdirish uchun imkoniyat berdi. Respublika programma yordamida 19-yilda Aktanışning 1-sonli maktabida mini futbol, o'zak stadionda g'utta maydonchaklari foydalanishga topshirildi. 19-yilda sport maktablarida ustal tennis, badminton, hokkey, shang'i turlari bo'yicha yuqori bilimli yosh trenerlar qaytdi. 19-yilda rayondoshlarimiz Ozod Abdurashidov, Murtaziy Iskandar, Nurg'aliyev, Robbani kurash, Marat Sultonov ustal tennisi bo'yicha Rossiyaning sport ustasi darajasini o'tadilar. Boshqa yillardan ayirmani olarak 19-yilda rayonda fizik kultura ham mastaqilon sport usturida bir ko'p choralar o'zdi. Respublika Rossiya ko'lam yarışlarida o'shna natijalarga erishildi. Musajjatda komanda 2-o'rin oldi. Avliyo shahrida komanda bizning 3-o'rin oldi. Nakoniy 15 yildan so'ng voleybol komandasi Respublika chempioni degan ismni geri qaytardi. Hokkey bo'yicha bizning bir tur qizlarimiz Respublika chempioni, ikkinchi o'sish qizlarimiz 2-o'rinda, ham 2005-yilda yigitlarimiz oltin halqa prizida 3-o'rinni oldilar. Bugungi kunda da ular Respublika chempionatida liderlar safida boralar.
Rayonimizda o'z sport turlari bilan olib borilsa da, şartlar to'lsa da, figura olish, boks, kurash kabi turlar bo'yicha ishlovchi trenerlarimiz yo'q bugungi kunda. Kelajakda rayon xalqining fizik ajrimlarida o'zgarish, avjiliklarida sport qurilmalari maydonchiqlari, o'sha avjiligida baliq shartlarda tuzilgan sport qurilmasi, rayonimiz o'zagida tavshangisi kompleksi bo'ldirib, Nurkashanga bazasini sport obyektlarining butun reyestrına kirituv ko'zda tutiladi. Yoshlar bilan ishni kengaytirish maqsadidan yoshlar bo'yicha bo'lib bo'ldirib planlashtiriladi. Shu maqsaddan 14-15 fevral kunlarida bo'lak salomatlantirish yo'l bazasında 2 kun davomida Tatariston Respublikasi Yoshlar ishlari ministri birinchi o'rinbosari Timur Süleymanov qatnashida yoshlar forumimizda kelajakda yoshlar o'zagini bo'ldirib, davlat grantlarida qatnashishni bo'lish etib qo'ydi. Madaniyat bugungi madaniyat ülkesi infrastrukturasi o'ng'ay o'zgarishlar kechiradi. Respublikada ishlab kelishi davlat programmasi to'zon madaniyat yurtlarini tuzuklantirgan mumkinlik tug'dirdi. So'nggi yillarda rayonimiz avvallarida 7 yangi madaniyat yurtlari tuzildi, 6 madaniyat o'chog'i kapital tuzuklantirildi. Kelajakda 6 klubni kapital tuzuklantirasi 5 madaniyat yurti tuzishimiz bor. Madaniyatimizning negizi kelajagi bolalar san'at maktabi turadi. Oqtanish bolalar san'at maktabida 537 bolalar istama bilan beriladi. San'at maktabining avvallarida 10 struktur bo'lakchasi ishlaydi. Onda barlig'i 282 bola bilim oladi. Rayonimizning madaniyati, tilimizni, millatimizni, urf-odatlarimizni saqlashga, o'stirishga yo'naltirilgan. So'nggi yillarda ayrisha o'sish olgan yo'nalish ol teatr. Yıl sayın rayon ko'lamida teatr festivali o'tadi. Sahnada 50 dan ortiq dramaturg, yozuvchilarning asarlari sahnalashtiriladi. 800 ga yaqin o'zishchan artist o'ynaydi. Oqtanishimizda ishlab kelishi 8 xalq teatri artistlarining usta o'yinlari bilan rayon xalqiga madaniy xizmat ko'rsatadi. 19-yilning 14-mayida Oqtanish xalq teatri Alaskan Kamal teatri sahnasida Nurihan Fattahning Etil suvi oqaturi asari bilan chiqish yasadi. Qozon xalqi spektaklimizni yuqori baholadi. Oqtashimizning g'ururlari bo'lgan Og'ida davlat jarham biyo ansamblining chiqishlari geografiyasini kengaytirib, Tatar milliy san'atini xalqqa tanituv bo'yicha zo'r ish boshqaradi. Tatar xalqina Og'ida jarham biyo ansamblidan tashkil kelajakda Oqtanish davlat teatrida xizmat qilishga tegish. Buning uchun negiz solindi. Oqtanish munisipal drama ham komediya teatri yurishdi. Maqsadimiz albatta davlat statusini olirliq etib ishchanlikni jayildiruv. Xalqaro Idilgir teatr festivalida rayonimiz xalq teatrlarining so'nggi 15 yilda oldingi o'rinlarda bor. Respublika ko'lamida birinchi taqdim o'tkazgan eng yaxshi avval madaniyat yurti va ikkinchisi eski qurmosh madaniyat yurtining jinova rayon madaniyat turmushining keng qirli professional xalqdan obro'li bo'lgan rasab oldagi yillarda zo'r motor maqsadlar ham bo'lishlar qo'yadi. Korrupsiyaga qarshi kurash. Oqtanish munisipal rayonida 2019-yilda 2 korrupsiyaning huquq buzuvchilari oshkorlangan. Ularga qarata 2 jinoyat ishi qo'zg'atilgan. Korrupsiyaga qarshi tiyilgan cheklovlarning ham burchlarini buzgan uchun 33 xizmatkor javobgarlikka tortilgan. Bu hisobdan manfaatlar qarshiligi uchun 1 xizmatkor, talablarni o'tamaganlar uchun 26, durust bo'lmagan ma'lumot bergan uchun 6 xizmatkor disiplinar javobgarlikka tortildi. Shularning 26si deputatlar. 19-yilda bir deputatning vakolatlari kirimlar turida durust ma'lumot bermon natijasida to'xtatildi. Bugungi kunda kirimlar turida ma'lumot berib kompaniyasi bor. Shunga ko'ra bu masalaga ayrish e'tibor berib, amaldagi zakonlarni buzmaycha ishni uyushtirishga kerak. Munisipal xizmatkorlar, direktor deputatlar o'z-o'zlarini durustlikda o'rnagi bo'lirga tegish. Agarda birinchi shiratda o'zimiz zakonni o'tiy olmasak, biz boshqalardan ana o'tavlarini talab eta olmaymiz. Avcılıklarının tüm maqsadi yerli o'zlarining ishchilarining %31 sonli federal ham 45 sonli Tatariston Respublikasi zakonlarına negizlanib uyushtiruv. Yerliklarda boshqargan ishlar behisob bo'lsa-da, avvalda hal etisi masalalar ko'p ali. Chunki bir necha yil ilk yerlikdagi masalalarni hal etuvda figura bo'lib xo'jalik raisi tursa, hozir bu javobchilik to'liqcha avcılıklar boshliqlarına yuklatiladi. Avcılıkdagi boshliq vazifasi kishilar oldida zo'r javoblar so'raydi, jiddiy burchlar qo'yadi. Bundan sonra onun işlerinin belirli kriteriyaları bulup, yerlikdagi meselelerni açıklav hem alanın hal etу sәләтенә ия болу sifat oturar. Avul yerliklerinin 20. yıldagi işçilerin belirlew için 13 ko'rsatkich bo'yicha avul boshliqlari bilan kelishuvlar tuzildi. Ag'imdagi yilda kelishuvlarni o'tkazishda naqla ish uyushtiruv talab etiladi. Hurmatli deputatlar, hurmatli o'tirishda qatnashchilar, ag'imdagi 20. yil ko'pgina istarlikli tarixiy voqealarga boy yil.
Respublika turmuşunda bik mühim oranı alan zor siyasi vakıga bulup Respublikamızın 100 yıllık yubileyim beyram etti. Büyük Vatan Soğuşu'nda Ciga'nın 75 yılları, şolayet özümüzün Aktanış rayonun tüzülünün 90 yılları, Aktanış ağının işinde 10 yılları beyramlarını ötkärü, bizge tarihimizin varlarga, halkımızın ötkärinin, hazırgısın, hem kileşep boyunca ata-babalarımızın başlardan batı hizmetlerin dürüst anları hem patriotik terbiye verilde zor yardım etecek. Sentyabr ayında olacak Tatarstan Respublikası Prezidentinin hem yerli sayılıklarla deputatlar sayılovlarını da zor işkanlık, nokta hazırlık bilen ötkärü için bugün günden iş duruşların başta civarı bizim tüp burçlarımızdan birisi. Umumen 20. yıllar ayında yaşaşı halkının tolay hem zakonlu menfaatlarının saqlawını təmin etip, turmuş kөнгürüşlerini yaxşırtı, yerliklerde sosyal meselelerini hal etip, sağlık bağlısını bulgan tabiiy baylıklarını saqlaw yaşayışımızın tüp burçları bulup olar. İhtibarı için rahmet.